Shuning uchun birodar, xotirjam bo'l. Biroq qo'rqsa qo'rqib ketma. Biroq yaxshi narsani va'da qilsa ishib ketma. Ular hech narsa qila olmaydi. Agar Alloh bir ishni xohlasa bo'lishini, shu ishga bo'l deydi bo'ladi. Sabab ham kerak emas. Shuning uchun Allohdan qo'rqing birodar. Allohga tavakkul qiling. Qoida. Bandani saodatga yetaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Birodar, ba'zida ishni ko'pligidan charchab malollanib ketasan. Bir yorug' kun ham bormikin, ish, hech ham bo'shamaysan. Birodar, ishingning ko'pligi baxt. Ishni ko'pligi muammo emas, ishni yo'qligi muammo. Bekarchilik muammo. To'g'rimi? Yurting tinch, taning sog', mehnatingga pulni berib turishdimi, ishlab maza qilmaysanmi? O'g'il bola, peshanang tellab, yengini shimarab, bir ketmon chopmaysanmi chiqib turib? Ya bekar o'tiraveradi. Birodarlar, Ibn Sino bu ulug' tabib nima degan? Bekorchilik nafaqat jaholatni keltirib chiqaradi. Ayni paytda u kasalliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.